1 gektar yerlar bekor turibdi go'yo odamlarniki. Har yili mana shu yerdan 2-10 tanga bor. Har 7-8 kilo olamiz. Bu yil afg'on urug'ini ekkanmiz xayri. U afg'on urug'mi bo'lmasa bu kartoshka? Bitta ondan sharbat olamiz deyapmiz. Qancha joyda masalan mana shu bitta onni olamiz deb ko'zga. Qancha bir so'tiga ham chiqmaydi bu, chiqadimi? 2 sotuvmi? 2,5 so'tuk bir tonna hosil olmoqchisiz. Halolingiz bo'lsin. 3 marta men qarang, 3 marta foydalanman. Halolingiz bo'lsin. Chali ko'tirib chalma quritaman. Aha. Chalma quritganak bu mayisda aylaymiz. Bitta yerdan 3 marta foydalanaman. Halolingiz bo'lsin. Asori Bobomizga rahmat. Prezident bovaga rahmat. Haqqa shunday imkoniyatlar yaratib berganlariga. Bo'ladi mana endi. Har yili bir mundoq bo'ladi. Bir hamshira mana imoratni ham pil bo'lib, bosib olib bir marta foydalanmaydim xayri. Ana Xudoga shukr mana shuni ekkandan beri yetib dehqonchilik xayring, bu unga berib hamsoyalarga, xayring qizlarga. Halolingiz bo'lsin. Ana bu odam aytmoqchilar, bitta yigitga bergani shuncha-da, to'g'rimi? Bundan ziyod yana nima bersin axi? Bo'ldi. Internetga qo'ya olamiz biz. Ha. Ha. Xudo xolis qilib ko'ramiz endi nima bo'ladi xayri. Halolingiz bo'lsin. Nimalari zo'r nihollar bor. Ha. Halolingiz bo'lsin. Bo'sh hukmat bo'lmasinlar. Prezident ham xohlamaydi bunaqa nimani. Shundoq. Dangasil, to'ppa to'g'ri. Endi shu mana masalan mehnatingizda nimasida bu samarasida to'g'rimi? Rohatini ham ko'rasizda. Ha. Rahmat sizga. Ana shunaqa dehqonchiliklarni qilganingiz uchun qoyil sizga.